Zaps yoqildi. Mana kechagina Bitcoin bo'yicha update tashladim. Hop, mana bu joylar. Ya'ni ertaga live'da nasibda xolisa batafsil tushuntiraman deganman. Va buni endi chartimizni ochamiz. Hop, chartimizni ochsak, buni o'chiraverib mana kerak. Hop, bizda mana bu joylar shu 90 ming bilan 92 ming bo'lgan joylarimiz birinchi support zonada. Agar bu yorib tushilinsa, mana bu zonalar toki 74 ming dollargacha bizda keyingi supportlarimiz hisoblanadi. Ya'ni 87 mingdan 74 minggacha bo'lgan zonalar bizda keyingi support zonalar hisoblanadi. Xo'p, bizda haftalik tahlil, ya'ni bizda bugun dushanba ertamanda bozorimiz biroz tevaga yurganda bo'ldi-da. Kechki bozorimiz o'tganda yozganimdagi abitgacha yashil, abitdan keyin qizarib ketyapti bozor. Hali ham o'sha davomida. Ya'ni nima uchun desa, hali bu yerdan sotuvchilarda kuchi tugamadi degan. Ya'ni mana bu sotuvchilarda kuchida hali ob'yom bor degan. Bu ob'yom tugashligi uchun biz mana shu supportamizmi, bu supportda bizga zakrepleniya kerak. Ya'ni zakrepleniya degani, ya'ni berkilish kerak narx muhimi. O'zbekcha qilib tushuntiradigan bo'lsam, narx shu joyda qotishi kerak. Shu joyda qotishi kerak degani, yana aytaman, bir haftalik candle'imiz shu atrofda, misol uchun buni likvidini olib 192 minglarga yana bir naro tushib, misol uchun shu joylarda berkilishlik kerak. Ana undan keyin biz kunlik time frame'ga o'tib olib, kunlik time frame'da tasdiq topsak, ya'ni ana shu tasdiqdan keyin savdoga kirsak bo'ladi. Birinchi bizda savdodan chiqish joylarimiz 101 ming va 108 ming dollar bo'ladi. Nima uchun desa, bu yerda bizda order blok, mana bu joyda bizda breaker blok bo'lib qolganligi uchun. Ya'ni bu yerda 100 ming, 101 ming atrofida birinchi foydani oladigan joyimiz bo'ladi. Ikkinchisi esa 108 ming dollar bo'ladi. Agar shu 92 minglardan reaksiya bersa deb kutamiz. Endi bu texnik haftalik holatimiz. Hop, bizda men kutayotgan narsa, ya'ni buni o'tgan safargi live'imda ham aytuvdim, potensial. Bizda bu noyabr, dekabr bo'ldi, zerikanli bozor bo'ladi deb o'ylayman. Sabab nima uchun? Hozirgi holat, odamlarda qo'rquv, makroekonomika biroz yaxshi emas. Hamma tarafdan iqtisodiyotdan kelib chiqqan holatda investorlarda qo'rquv hali tugagani yo'q, bozorda qo'rquv tugagani yo'q. Xuddi mana buni singari, bunga ham ahamiyat bering. Bitta tushib, qo'rqitib, bundan keyin katta candle bilan tushib, shu bilan bu yerda maydalab yurib, necha oy davomida yurgan qarang. Ya'ni bu yerda bir oydan oshiqroq 35 kun davomida yurgan. Bitcoin hozir yana tushdi. Delik bu yerda mana bitta yashil candle zakrepleniya bo'lgandan keyin delik bu haftamiz shu yashil bo'lib berkildi. 90 minglarga tushib, yana tevroqqa chiqib yashil bo'lib berkildi va yana bir gidetda bir oy 35 kun, balki 40 kun davomida, ya'ni dekabrda oxirlari yoki yanvarda boshlarigacha bizda narximiz shu joyda o'ynaydi. Ya'ni bu haftamiz shu holatda berkilsa, bizda haftada nima bo'ladi? FVga hosil bo'ladi. Keyingi narximiz bizda shu FVGga bir marta chiqib, ya'ni 98 ming maksimalni 100 minggacha bir marta chiqib, bu yerdan reaksiya olib yana bir marta tushib, o'zini minimumini yangilab va bu yerdagi order blokka test qilib, keyin bu yerdan misol uchun kunlikda tasdiq berish, shu bilan ketishimiz ham mumkin bo'ladi. O'shanda ham bizni birinchi take profitimiz mana bu bizga likvidga aylanadi. Bu likvid, ikkinchisi bu order blokgacha, uchinchisi esa mana yuqoridagi 116 mingdagi likvidlar va ATH gacha, ya'ni mana bu chiqib ketayotgan kuchga qarab biz take profitlarimizni vaziyatga qarab olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Lekin potensial bozorda, ya'ni buni o'tgan safar ham tushuntirgandim, ya'ni Fair Grant Index kripto fair 14, ya'ni bu 10 ga tushdi 15 noyabr kuni. 10 ga mana juda bir qo'rquv darajasiga tushdi. Bilamiz, bozorda buni mana CoinMarketCap'dan ko'rsangiz,
tarixi bo'yicha chiqarib beradi. Coin Market Cap'da o'yiti turibdi. Ahamiyat bering. 11 3 11 aprel va bizda 9 biz mana adashib ketyapman. Aprel, 3 yanvar, fevral, martda 12-kuni, ya'ni 11 mart va undan keyin 4-oy 9-kun bo'lsa 9-aprel kunlari, ya'ni 11-aprel kunlari. Hop, biz tarixdan chartini ko'ramiz. Hop, 3-oy mana martning 11-kuni. Mana bu candle'imiz. Martning 11-kuni mana. Ahamiyat beryapsizlar. Juda qo'rquv indeksi juda pasayib ketgan, ekstremal qo'rquv darajaga tushib ketgan. Undan keyin biroz maydalab reaksiya chiqib yuqoriga, bu yerdagi FBG'lardan kuch olib, keyin bizda bir oy davomi deganda yana bitta qo'rquv indeksi tushgan. Qo'rquv indeksi tushib, umumiy holatda bu W pattern yasab chiqib ketgan va o'zini likvidini yana bir marta olib chiqib ketgan. Hozirgi holatimizda ham bizda shu holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda mana 15-noyabr va 17-noyabr juda qo'rquv indeksi va mana bu joyda yig'ilib bo'lgan likvidatsiyalarda mana olyapti. FVG, bu yog'i misol uchun breaker block, support, muhimi support, bu juda mustahkam bo'lgan support zonalar. Shu zonalardan yana biroz reaksiya olishi mumkin. Boya ko'rsatgandagi haftalik FVG gacha yana bir marta tushib, o'zini likvidini yana bir marta olib, dekabr oxirlarigacha yoki yanvar boshlarigacha va dekabrda yana FRS misol uchun foiz stavkalarini tushirib, qanaqadir misol uchun yangi xushxabarlarni aytsa, bir qanaqadir bozorga riskli aktivlarga ta'sir qiladigan va bozorimiz shu bilan kuch olib nima qilishi mumkin? Dalchi yuqoriga. Balki yana bitta ATH ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik misol uchun mashhur treyderlar ham nima deyapti ekan? Bear marketga keldik. Men hali bear marketga keldik demayman. Buni o'tgan safargi live'imda ham aytganman va yana aytaman. Mana shu joy 74.800 tana bilan buzilmagungacha mana bu holatda men bullishman bozorda. Ya'ni bu joy tana bilan buzilsa, keyin ha bear market keldi deb ishonishim mumkin. Shundan ham bizga bitta bounce berib, ya'ni yuqoriroqqa chiqib, keyin yana tushib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana bunga o'xshab. Ya'ni mana bunga o'xshab. Bitta chiqdi, tushdik, yana bir marta chiqib, o'zini likvidini olib tushib ketyapmiz. Hop, hozirgi holatini agar shunaqa desangiz ham, ya'ni bu bitta chiqishligi tushib, yana bir marta chiqib, o'zini likvidini olib tushib ketyapmiz-ku desiz, buni likvidini tana bilan olgan. Buni likvidini tana bilan olmagan. Ko'pchilik mana shu joyda o'xshatyapti-da hozirgi holatga. Mana da ham olib tushib ketgan, bu yerda ham olib tushib ketadi. Xo'p, deylik, misol uchun mana shunga o'xshatsak ham, bizda nima qilib bergan? Likvidini olib, bir marta tushib, mana support joylardan kuch olib, chiqib, mana eng yaqin qarshilikdan kuch olib, keyin tushib ketgan. Demak, bizda mana tushdi, support zona kuch olib, yana biroz yuqoriga chiqib, keyin ana shu joyda reaksiya bersa, keyin biz savdodan chiqishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan narximiz keyin tushishi mumkin bo'ladi. 50 ming, balki uni ham pastroqlarga, ya'ni 30 ming dollargacha ham tushishi mumkin bo'ladi. Keyin bu hozir misol uchun bear market keldi desa, mana to'g'ri kalla tashlamaydi buni. Bitcoin misol uchun mana bu joydan deylik, bear market keldi ham deylik, tushdi. Bu bitta bounce berishligiga altcoin'lar 20, 30, 50, ba'zilar 100% gacha bounce beradi. Keyin bu yana tushishni boshlagan paytda altcoin'lar misol uchun o'sgan bo'lsa, yana o'sha joyga maydalab tushib keladi. Ayrimlar sal chuqurroq tushadi, ayrimlar ungacha ham tushmaydi. Keyin Bitcoin ungacha qayerga tushadi? Mana bu support zonaga tushadi. Support joyga tushib, yana bitta bounce berishligi, ya'ni bizda mana struktura Fibonacci tortsak ham premium diskant, equilibrium zonaga chiqishligi
Mana bu altcoin'lar maydalab tushgan altcoin'larni yana 20-30% ga nima qiladi? Ko'tarib beradi. Va keyingisi yana Bitcoin bu yerdan reaksiya olib yana pastga boshladi. Altcoin'lar yana shu chiqqan joyiga tushib ketadi. Balki undan ham pastroq tushadi yana maydalab. Va Bitcoin deylik, buni ham likvidini oldi. Support zona, misol uchun 40 mingga tushdi. Bu yerdan bounce berishligi altcoin'larni yana bozorda portlashiga sabab bo'ladi. Ya'ni bear market keldi degani bozordan qochib taksilik qilib, aravakashlik qilib yurish kerak degani emas. Ishlasa bo'ladi. Faqat bu bozorda ilm olishimiz kerak. Bozorga sal realniy ko'z bilan qarashimiz kerak. U ana u kishi bunday dedilar, mana kishi bunday dedilar deb emas. Masalan, Abdulloh bunday dedi deb meni gapimga dedi qilmasdan o'zimizni ustimizda ishlab turib, bozorda tarixdagi holatlari, fundamental, makroekonomika shu narsalarga solishtirib, bozorga realniy ko'z bilan qarashimiz kerak bo'ladi. Hozir albatta nimaga tasdiq yo'q burilishlikka. Men misol uchun kechagina oldim. Kecha kechqurun 93.500 larda oldim Bitcoin. Bu yerda 98 mingda oluvdim. Men olaveraman Bitcoin, yana tushsa yana olaman, yana tushsa yana olaman, yana tushsa yana olaveraman. Nimaga olyapsan desiz, men xosatan mana kanalda kuzatayotganlar biladi. Avgust oyidan beri o'sha paytdagi live'larimga ham kirganlar bo'lsa, mana aytib o'rasizlar. Fibonacci tortib, mana iyul, avgust boshlandi. Fibonacci tortib, bizda oylikdagi FVG bor 98 ming va bu yoqqa maksimum tushadigan bo'lsa 94 ming deb FVG bor. Narximiz shu joyga kelsa, men yana uzoq muddatga coin olishni boshlayman degan. Narximiz keldi, shu paytda men ham olaman deganlar endi olishga qo'rqyapti. Men olyapman. Chunki oylikda supportda, oylikda equilibrium zonada, oylikda diskant zonada. Bu joyda biz risk qilishimiz kerak. Mana bu joyda emas. Chunki bu qimmat zona. Shu avgustdagi nimalar live'larimdan biri aytib kelaman. Oylikda bu tushishligi sog'lom korreksiya hisoblanadi. 98 mingdagi FVG ga kirib kelishligi haftalikdagi mana bu likvid bo'ladi. Bu likvidni olib, keyin bu yerdan agar likvid kuch bermasa, mana bu FVG buni pastida yana bizda order blok bor. Mana shu order bloklardan kuch olib, keyin ketishimiz mumkin bo'ladi deb aytganman. Va o'sha qarashim hozir ham menda o'sha qarash. Ya'ni maksimalni tushadigan bo'lsak, shu yana 87 ming, 85 ming toki 74 minggacha tushishimiz mumkin. Balki 74 mingdagi likvidni ham olishimiz mumkin. Faqat menga minimalniy haftalikda, kunlikda emas, haftalikda mana shuni tana bilan pastga buzib bersagina, bo'ldi, men tan beraman. Bo'ldi, men xato qildim. Xato qilmadim, potentsional qarashim xato chiqdi. Bozor meni qarashimga qarab yurmadi deymanda, o'z qarashimni, o'z fikrimni o'zgartiraman. Premium diskantni mana bunaqasiga tortib, bizga endi premium zonaga bounce bergan paytda men bozordan chiqib turaman. Keyin minusdagi qo'llarim bo'lsam, keyin sotib turaman. Hozir sotmayman. Keyin sotib turaman. Ana shunda keyin yana bunday tushishi mumkin deb qarayman. Lekin bizda mana bu buzilmagungacha men bozorda bo'lishlik holatda qolaman. Umumiy holatda bozorga qarashim shu. Mana bunga yana bitta sabab Bitcoin simida bu yerda mana gap qolib ketgan kunlikda. Bu gapni to'ldirgani mana pastga tushdik, yarmini to'ldirdik. Buni full qilishimiz ham mumkin 91.500 larda. Bu reaksiya bersa berdi, bermasa demak bunda ham haftalikda umumiy olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda shu bizda nimalar qolib ketgan order bloklar. Ya'ni bu gap reaksiya bersa berdi, bermasa mana bu pastdagi order bloklardan kuch olib keyin yuqoriga ketishimiz mumkin bo'ladi. Ethereumda ham holat shu. Ya'ni fashda Ethereumda ham holatimiz bir xil. Ya'ni bizda hali o'zgarish bo'lmagan. Xo'p, ya'ni Ethereumda ham aytganman, bu yer misol uchun normalniy support zona. Bunda ham oylik time frame'dagi FVG demiz. Bu FVG ni fulfill qilishimiz ham mumkin. Bu 2890 dollarlarga to'g'ri kelyapti. Endi haftalik oladigan bo'lsak,
ya'ni bizda pastroqda order blokimiz ham bor. Mana shu zonagacha ham tushishi mumkin. Ya'ni buni kuchi bu yergacha tushib ham keyin bu yerdan yana dalcha yuqoriga ketishimiz mumkin bo'ladi. Allohu alam. Umumiy holatda premium diskant bo'yicha qarasak ham shu 2200 dollar minimumda 2200 dollargacha tushsa ham men bemalol efirimni olaveraman. Bundan avvalgi tushsa ham olaman, lekin bemalol mana shu joygacha tushishligi oylik time frame'da sog'lom korreksiya hisoblanadi efirim uchun. Hozirgi joyimiz oylikdagi FVG ni 0.5 dan o'tganmiz. Pastda full filiga qarab ketyapmiz. Full fili ya'ni bizda 2890 dollar, ya'ni salkam 2900 dollarga to'g'ri keladi. Mana shu joylarga kelsa yana bizda reaksiya berishi mumkin bo'ladi. Ya'ni 2880 dollarlarda. Haftalikka olsak ham bu yerda mana bizga nima qo'shiladi? Breaker bloklar qo'shilib ketadi bu yerda. Qo'shimcha support zonalar. Oylik FVG full fili, breaker bloklar bu yerdan reaksiya olib yoki bu yerda range qilib, bu efirim ham salkam bir oycha range qilgandan keyin bizga bounce berishi mumkin yuqoriroqgacha. Mana shunda yana yuqori qilib chiqib ketaveramiz. Bunda maslahatim o'rta muddatga olingan coinlar minusdami sotmang. Imkon bo'lsa pul qiling pastdan, ya'ni tushgan sari efirim, bitcoin bular solana, bular yog'ib ketadigan coinlar emas. Bulardan tushgan sari naborat xursand bo'lib yig'ishimiz kerak bo'lgan coinlardan. Bular kelajakda teng bo'lib ETF'lar qabul qilingan katta gigant kompaniyalar o'z zaxirasini efirim bilan to'ldirib yotibdi. Efirim nimaga mana bu joyda qattiqroq tushyapti desa, 2 yillik staking ochilibdi efirimga. Kechagamda o'tgan kunimi shu yangilikni o'qib qoldim. 2 millionta efirimga staking ochilingan. Endi ular agar bozorga sekin olib chiqib sotadigan bo'lsa, yana biroz tushishimiz mumkin. 2800 2500 dollargacha. Lekin ular sotmasa, ya'ni chunki mana bu joyda olgan bo'lsa 2 yillik ochilganda, deylik mana bu joyda olgan bo'lsa 2024 yoki bo'lmasam 2022, 2023lar olgan bo'lsa, pashta o'zini pulida turibdi 2 yil kutib, ya'ni mana ozroq foydaga sotib yuboradi deb o'ylamayman. Ya'ni ular yanada tevroqda sotish xohlaydi, ushlab turadigan bo'lsa, yana tevroqqa chiqib bitta ATH qurishimiz mumkin bo'ladi. Allohu alam. Umumiy bozor qarashim, potensial qarashim shu.